Hammaga salom. Men ismim Shirozbek. Maktabdagilar Shirozchik deyshadi. Короче, men bu maktabda shepaman. To'g'riroq qilib aytganda, sinfimni shepaman. Sizlarga esa sinfdoshlarimni tanishtirib o'tmoqchiman. Bu sinfimiz sottisi. Ustozga yetaman. To'g'rirog'i chaqimchi. Bu esa ochopat. Yeb to'ymas. Har kuni sifat shirinligini yeydi, lekin hech semirmaydi. To'g'risida. Bu esa sinfimizning chiroyli malikasi. Xuddi o'zini Shahlo Ahmedova deb o'ylaydi. Bu esa maktabdagi nomer 1 to'polonchi sinf. To'polonchilik bo'yicha maktabda bizni sinfga yetadigani yo'q. To'g'risida, bola bo'lsang sho'x bo'l, bo'lmasa, u yog'ini aytmay qo'ya qolay. Bolalar, tinchlaninglar. Sizlarga ikkita xabarim bor, biri yaxshi, biri yomon. Yomon xabarim, sizlarning o'qituvchilar bugundan boshlab bu maktabda ishlamaydi. Yaxshi xabar, men bugundan boshlab sizlarga yangi o'qituvchiman. Maktabga ishlagani keldim. Mayli bolalar, unday bo'lsa, hurmat. Assalomu alaykum. Qani o'tiringlar, o'tiring. Sifat, shirinliklar sehri.